Bo'ldi, hammaga salom, tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Bitta video ko'rdim, juda asabimga tegdi. Endi klaunada bo'lish uchun, boyagi remendan shtraf kelmasligi uchun oq, nimaga remendan rasmi bor. Bilmadim, debilniy futbolka kiyinglar degan taklif bilan chiqishdi. Известный bir taniqli blogerlarimiz. Mana normal narsa aytinglar, undan ko'ra mana buni tortib, o'zinglarni xavfsizliginglar uchun bilan, mana TTP bo'lganinglarda laboratoriyaga chiqib ketmasliginglar uchun mana shu taqib yuringlar, bo'ldi. Tamom. Boshqa videolarda juda asabim buzadi. Neonline'dan bilmayman qancha olgansizlar reklamaga. Mana radar jinnisini 1 so'm pul olmaganman reklamaga. 700-800 metrdan aytadi inspektor Star Iron degani, balki bundan ham yaxshilari bordir. Neoline maqtashaveradi, который oldiga kelganda pipik deb qo'yadigan radar. Neoline ishlatib, aziyat chekib, shtraf to'lab yurganlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Haqiqatan ham sizlarning radaringlar yaxshimi, zo'rmi? Mana bu radar 800 metrdan aytadi, multi radar deb. Adashmaysizlar, men 1,5 yildan beri shuni ishlatayotgan bo'lsam, shu mashinani olganimda qo'yganman. Biron marta mana shu tit deb oldiga kelganda aytmagan. Biron marta multi radarga tushmaganman. 2 marta tushganman. Bu multi radarda chiyilib yotgan paytida ham men bu yerda bo'lmaydi deb bosdim. Ana xom o'lgul yurib kelib o'tayotganda tushganman 2 marta. Unda ham o'zimning aybim, mana bu jonivor aytdi menga multi radar bor, kelyapti deb, men o'zim bunga quloq solmasdan tushdim shu narsaga.